qani? Ana bo'ldi, asqor keldi, yaxshi bo'ldi. Otasi qo'y. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajmain. Azizlar, erta tongda ro'za og'izlar bilan Ramazon oyida payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom kim umra qiladigan bo'lsa men bilan haj qilganda savobini beradi Alloh taolo degan hadisga muvofiq inshaalloh bugun o'tganlarimiz ruhini shod qilish, ularni xursand qilish, ularga bir oxiratga bir ozuqa bo'larmikin degan bir umidda inshaalloh mana safarga otlanib miqotga yo'lga otlanyapmiz. Maqsadimiz payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadislariga muvofiq o'tgan ota-onalarimiz, yaqinlarimizga Rasulimiz alayhisolatu vassalom bilan birgalikda haj qilganda savobiga ular ham ega bo'lib qolsin. Ular ham shu savobdan bahramand bo'lsin. Bizdan ruhlari shod bo'lib, xursand bo'lib qolsa inshaalloh bizga ham yaxshilik bo'lib qoladi degan bir umidda harakat qilyapmiz. Xudo egnimizdagi ihromni muboraklik qilsin. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Ulug' kunda esladik. Alloh taolo bizni ham qiyomat kuni yaxshilar safida eslasin. Bizni qilgan bu harakatimiz bir ehson bo'ladi inshaalloh. Ehsonni ham eng kattasi, eng yaxshisi bo'ladi. Nimagaki berla xolislik, birovga ko'rsatib qo'yishlik degan narsani o'zi yo'q. O xolis Alloh uchun qilinadigan ish bu. Bizni qilgan amalimiz, bosgan qadamimiz Xudo uchun bo'ladi. Mana shu sababli mana kecha kuni suhbatimizda aytdik-ku, Ummu Bishr radhiyallohu anha onamizni, "Ya Rasululloh, men mana farzandim o'tib ketdi. U uchun biror bir amal qilsam bo'ladimi?" dedilar. "Ha" dedilar Rasululloh. Mana shu amallarning eng yaxshisi. O'sha yaqinimiz uchun ihrom bo'ylayapmiz. Yaqinimiz sababli qadam tashlayapmiz. Yaqinimiz sababli umra qilyapmiz, umra badal qilyapmiz. Bu ishni har bittasi oddiy misol payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, qaysiki bir inson uyidan, xonadonidan tahorat olib umra qilaman deb yo'lga chiqsa, o'sha insonni Baytullohga yetib borgunga qadar har bitta qadamiga 700 ta savob yozilar ekan. 700 ta savob yozilar ekan har bitta qadamiga. Ikkinchi qadami uni o'sha 700 ta gunohini o'chirar ekan. Endi qarang, haramga yetib borsa, tavof qilishni boshlasa-chi, ana shu qadamlari 100 mingta bo'lar ekan. Qarang, har bitta qadami 100 mingta savob bo'lar ekan. Bu Xudo taoloning biz uchun katta in'omi. Endi mana shu narsani o'zimizga shuncha savob yozilar ekan, shuni muqobilida inshaalloh shu o'tgan otamiz, yaqinimiz, ahli ayolimiz yoki xo'jayinimiz yoyinki opamiz, ukamiz uchun qilyapmiz bu yerda. Avvalo ota-onamiz uchun. Mana shu qilayotgan umralarimizni Alloh qabul qilsin. Bu insonlar ayni Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan birga umra qilayotganda, haj qilayotganda savobini Xudo noma'ya amollariga yozib, yotgan qabrlarida xuddi Rasululloh bilan birga aylangandek xursand bo'lib yotishini Alloh nasib qilsin. Endi u joyga borgandagi niyatimiz qanday bo'ladi desa, niyatimiz ey Allohim, umra qilishni niyat qildim, uni menga oson, uni mendan qabul qilgin deb niyat qilaveramiz. Misol uchun duo qilayotgan vaqtimizda men otam uchun umra qilishni niyat qildim, uni menga oson va uni mendan qabul qilgin desak joiz bo'laveradi. Yo'inki umrani niyat qilib turib 7 marta tavof qilgandan keyin Allohim mana shu 7 bor aylangan tavofimni savobini o'sha kimga bag'ishlayotgan bo'lsa, shu insonga bag'ishladim deb niyat qilsangiz ham joiz bo'laveradi. Chunki siz bu yerdan ketayotgandagi niyatingiz o'sha edi. Kimga? Onamga, kimga otamga, kimga xo'jayinimga deb ketayotdingiz. Shu niyatingiz inshaalloh qalbiy niyatingiz kifoya qiladi. Lekin tilingiz bilan savobini bag'ishlab qo'ysangiz, bu naq bir dasturxon bo'ladi inshaalloh. Endi mana shu umra badal bilan umra bir xil. Siz niyat qilishligingiz bilan sovun ishlatmaysiz, shampun ishlatmaysiz, hidli narsa ishlatmaysiz, Ka'batullohga qo'lingizni tekkizmay turasiz, biror narsani sindirib ozor bermaysiz.
to 7 marta aylanib Safo Marvaga borib kelib sochingizni oldirmagunga qadar ehromda hisoblanasiz. Niyat qilmasangiz, niyat qilmaydigan bo'lsangiz, unda 7 marta aylanib Safo Marvada bormaysiz. Umrani niyat qilyapsizmi kimdir uchun? Albatta unda Safo Marvaga bormasangiz qo'y so'yishga to'g'ri keladi. 7 marta aylanib qo'ymay charchab qoldim deb mehmoniga kelib olmaysiz. Dam olib bo'lsa ham oxiriga yetkazasiz. Tushundingizmi? Mana farqi shunda. Ehtiyot bo'lamiz. Kim umrani niyat qilib 7 marta aylanib Safo Marvada yurmasa, u qo'y so'yadi. Yoki kelgandan keyin sochini oldirmasa, 1 kun yuradimi, 2 kun yuradimi, ehromdan chiqqan hisoblanmaydi. U shu holatida qanaqa jinoyat qilgan bo'lsa, bo'yniga tushaveradi. Shuning uchun kelgandan keyin birinchi qiladigan ishimiz sochimizni oldirish, ayollar sochlarini qisqartirish. Tushundingmi? Xudo xolasa, mana shunaqa e'tiborli bo'lamiz. Kimda nima savollar bo'lsa, sochni oldirdim, men onlar yana mashinaga qo'yaveramiz. Bir itvada oldirganlar, bir itvada mashinkada oldirganlar, mashinkada olsa bo'ladi. Bir-birimizni sochimizni olsak bo'lamiz, biz mashinada. Avval olgan bo'lsa, keyin olsa bo'ladi. Hozir olamiz. Siz endi yangi umra qilyapsizmi? Endi olingan bo'lmaysiz, hamma bilan bir xil bo'lasiz. Boshqa odam olib qo'yish kerak. Men o'zim kelib buni tajribasini bo'lmaydi. Boshqa odam oldiramiz. Soch olgan bo'lish kerak. Ayollar bir-biriga olib bormaydi. To'yinki boshqa odam olgunga qadar. Keyin u boshqa odam olsa bo'ladi. Ehtiyot bo'lasiz. Yana nima savollar bor? Biz ham dadamga qo'ymoqchiman, xo'jayinimga, ikkalamiz bitta odamga bo'laveradimi? Bo'ladi. Mana o'tgan yili 9 ta odam bitta oiladan kelgan. 9 ta odam hammalari otasiga qilgan. Bo'laveradi, joiz. Hamma bitta odamga yoki o'tgan yil ham kelgan u, bu yil ham keldi-yu degan gap bo'lmaydi. Qilinaveradi. Misol bugun borib turib ham otamga, ham onamga, ham xo'jayinimga deya olmaydi. Bitta odamga bitta tadbirkorlik ketmaydi-da. Tadbirkorlik bo'laveradi. Yo'q, o'sha yerda qilamiz. Niyat qilgani boryapmiz, o'sha yerda qilinadi. Bu yerda niyat qilmaymiz.